bir so'm pulsiz mutlaqo tekinga mana shunaqa shurpoyor nabor olgan bo'larmidinglar akalar. E'tibor beringlar. Qo'limda turgan Makita shurpoyor nabori mutlaqo tekinga agroservis do'konida tarqatib yuborilyapti. Xo'p, Makita shurpoyori ichida 2 dan 48 vatli batareyka, undan tashqari zaryadni, ichida sverlo, atverka, golovkalari bilan juda ham chiroyli qilib ishlangan case holatida mana shu ko'rib turgan shurpoyor naboringlar agroservis do'konimizda mutlaqo tekinga 1 so'm pulsiz tarqatib yuborilyapti. Bu shurpoyor naborni 1 so'm pulsiz tekinga olmoqchi bo'lsangiz, hozirroq mana shu videoga bitta like tugmasini bosib, kommentariyaga hozirroq Ahmad deb yozib qo'yadigan bo'lsangiz, bizning do'konimizga kelganingizda mana shunga o'xshagan shurpoyor nabor, bolgarka, drill, shunga o'xshagan 100 xildan oshiq instrumentni bittasini tekinga olib ketishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, qanday qilib bu shurpoyor naborni pulsiz olib ketish yo'llarini tushuntirib o'taman va boshqa do'konlardan pulga sotib olgandan ko'ra bizning do'konimizdan kelib mutlaqo tekinga shurpoyor olib ketishingiz mumkin akalar. Undan tashqari ko'pchilik so'ragan 17 ot kuchli rollari gidravlika 360 gradusga buriladigan motobloklarimizda yangi partiyalari keldi akalar. E'tibor berasizlar, oldingi partiyalarda rollar juda ham qiyin burilardi. Agroservis do'konimizga yangi turdagi Texa firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan 17 ot kuchlik rollari 360 gradusga buriladigan motoblok keldi akalar. Oldin o'ngga yoki chapga motoblokni burish uchun ruchkani tortib burilar edik. Hozirgi yangi partiyamizda faqatgina akalar o'ng tomon ruchkasini bossanglar motoblok o'ng tomonga, chap tomon ruchkasini bossanglar motoblok o'zi avtomatik chap tomonga burilib beradi. Bu degani yer haydayotganinglarda, arabada yurganinglarda, yo'lda haydab yurganinglarda juda ham qulay hamda burilish uchun oson, hamda motoblokni o'zi ham qiyinchilik tug'dirmaydi akalar. Undan tashqari ko'pchilik so'ragan universal plug o'ng tomonni balonini iziga ham, hamda chap tomonni balonni iziga ham o'tib, agar kultivatsiya plug qilish uchun mo'ljallangan universal plugimiz ham yetib kelgan. Shu munosabati bilan sizlarga hozir motoblokni ham, orqasidagi universal plugni ham ma'lumotini beraman va kim shu turdagi motoblok yoki plugni xarid qilmoqchi bo'lsa, ekranga nomerimni qoldiraman, aloqaga chiqib xarid qilishingiz mumkin. Bo'lmasa birinchi bo'lib motoblogimizdan tanishtiramiz. Motoblogimiz aytib o'tgandek, Texa firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan motobloklarning ichida eng baquvvat hamda kuchli motobloklar har doim akalar Texa motobloklari bo'ladi. Chunki bu Texa motobloklari boshqa motobloklardan sifat tomonlama ham, quvvat tomonlama ham ancha baquvvat motoblok hisoblanadi. Oldi tomonda juda ham chiroyli qilib ishlangan LED faralari bilan jihozlangan bo'ladi. Yurishlari akalar zavodnoy orqali yarimta tortganingizda zavodit olib, juda ham yaxshi ishlab beradi va undan tashqari yon tomonda statorlarigacha qo'yilgan kalitda ham yarimta kalit bosganingizda zavodit oladi. Akkumulyatorlari yaxshi sifatli akkumulyator qo'yilgan bo'ladi. Korobkalari hozir aytib o'tganimdek katta korobka qo'yilgan bo'ladi, chunki mos qismlariga ham ahamiyat berasizlar. Motoblok ishlatib yurgan akalarimiz bu korobkani ko'rib bittada biladi, ancha baquvvat kuchli korobka qo'yilgan bo'ladi. Orqa tomoniga qishloq xo'jaligiga suv nasos, karter apparatlari hamda o't o'radigan jatkalarni ulab ishlatsanglar bo'ladi akalar. Bu motobloklarning ko'pchiligini kasali, ko'pchilik ishlatgan odam biladi. Mana shu rollari juda ham tez sinib ketadi, chunki roli 5 satelitli burilmaydigan motobloklarda ko'p mana shu rolni tortayotganda mana shu joyga nagruska kelib sinib ketadi akalar. Bu satelitligimizda unaqa kasal umuman yo'q, chunki motoblokni haydab ketyapsizmi, o'ng tomonga burilmoqchimisiz, o'ng ruchkani bossangiz o'zi avtomatik o'ng tomonga buriladi. Chap tomonni bosmoqchi bo'lsangiz, chap tomonga o'zi avtomatik ruchkani bosganingizdan keyin buriladi. Chunki yosh katta odam ham, yoshroq odam ham bu motoblokni umuman qiynalmasdan hayday oladi. Xo'p, motoblokni narxiga o'tadigan bo'lsak, bahosi 8.800.000 so'm, komplektda mana bunaqa frezalari, tormozi, dokumenti, kulcha, 1 yil garantiyasi va shunga o'xshagan aytib o'tganimdek instrumentlardan 100 xildan oshig'idan bittasini baravan orqali aylantirib sovg'a sifatida olasiz va hozir sanab o'tgan hamma narsasi bilan 8.800.000 so'm baho aytilyapti. Albatta kami ham bor akalar. Xo'p, orqasidagi plugiga o'tadigan bo'lsak, bu plug addenni xohlasanglar shu motoblok bilan
qo'shib kelishsak bo'ladi. Xohlaganlar отдельный o'zini motoblog'i bo'lsa sotib olsanglar ham bo'ladi. Aytib o'tganimdek, xohlang o'ng tomonga, xohlang chap tomonga legirovka bo'lib o'tadi. Shu holatida tursa agat vazifasini bajaradi. Xohlasangiz turpoqni o'ng tomonga ham, chap tomonga ham turpoqni surib bera oladi. Bu plyuyni bizda narxlari har xil, chunki har xil modeli bor. 500 ming so'mdan 900 ming so'mgacha har xil bunaqa plyuylarimiz bor akalar. Boshqa turdagi motoblog xarid qilaman deganlar kichkina mini kultivatordan tortib zanjirli gusenicha apparatigacha har xil modellarimiz bor akalar. Manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agro servis do'koni akalar. Xo'p, videoni boshida tekinga shurpayor nabor, drill, kulish nabor, shunga o'xshagan instrumentlardan beraman deb va'da qildim. Va'da akalar, kelasizlar bizni do'konga. Mana shu yerda turgan 100 xildan ochiq xohlagan bitta motoblogingizni o'zingiz uchun eng arzon narxda xarid qilasiz. Va motoblogni xarid qilib olganingizdan keyin do'konni ichiga kirib mana shu barabandni aylantirasiz. Barabandni aylantirganingizda bu barabandning ichida ko'chada ko'rsatgan shurpayor nabor, bolgarka, drill, xullas shu yerda 100 xildan ochiq instrument hammasi shu barabanga joylangan. Kelasiz, barabandni aylantirasiz. Nima instrument tushsa ham shunda olasiz, o'sha tushgan instrumentni motoblogga shunday qilib qo'shib do'konimizning nomidan sovg'a sifatida beramiz. Shuni hisobiga videoga bitta like tugmasini bosib, kommentga omad deb yozib qo'ying hozirroq va kelganingizda yaxshi instrumentlarni yutib ketishinglar mumkin. E'tiboringlar uchun rahmat, joninglar sog' bo'lsin.